Assalomu alaykum butun Surxondaryo ahli. Mana bugun biz Ishonch telekompaniyasining xodimlari bilan Surxondaryo viloyati Uzun tumanida uchrashib, mana to'y ustiga to'yonalar deganday to'yda uchrashib, Isomidinovlar xonadonida bir katta tantanani hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bugun endi san'atkorlar do'stlarimiz, Boymurod aka Melik rahbarligidagi san'atkor do'stlarimiz, hamisha xalq xizmatiga yurgan insonlar. Qolaversa, men Boymurod akani juda ko'pdan beri taniyman. Agar adashmasam, bir 45 yildan beri shu Boymurod aka to'ylarda xalq xizmatini qilib kelayotgan inson. Butun O'zbekiston bo'yicha san'atkorlarga juda ko'p imkoniyat berilgan. Qolaversa, mana jonli ravishda qo'shiqlar aytib, xalq xizmatiga yurish hamma san'atkorlarga ilohim nasib etsin deymiz. Boymurod akamiz mana 45 yildan beri agar xalq xizmatiga sahnada xizmat qilib kelayotgan inson bo'lsa, men bitta narsani guvoh bo'lamanki, shu 45 yil ichida shu Boymurod akamiz hamisha jonli ravishda xalq xizmatiga xizmat qilib kelayotgan inson. Nima deyman? Mana Yangi yil ostonasida hammamiz turibmiz. Barcha Surxon ahlini kirib kelgan 2023-yil bayram, Yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Chin qalbimdan tabriklayman. Hammani xonadonida tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Ilohimki nimaiki niyatlari bo'lsa, Alloh taolo shu niyatlariga yetkazsin. Xalqimizni boshlari ilohim to'ydan arimasin deyman. Hamisha mana shu Uzun tumanida barcha Surxondaryo viloyatining hududida nima to'ylar bo'lsa, shu Boymurod aka hamisha kelib mana shunaqa to'yda xalq xizmatiga yursinlar deymiz. Haqlariga duo qilamiz albatta. Shu ovozlariga ilohim ovoz qo'shilsin. Boymurod akaga omadlar tilaymiz. Nima deymiz yana? Omad yor bo'lsin Boymurod aka. Shu, rafting.
ندارد وایه هر دو جهان